Bangkok. U rostdan ham endi YouTube'da va u hozirgacha sehr jodu qilyaptimi? Bugun shular haqida gaplashamiz. Bugun YouTube'dagi har xil kanallar haqida. Secret Human Bangkok. Bu ham ko'p kanallarni O'zbekistondagi o'z obunachisi ozuga ko'p kanallarni kirib olib, shunaqa qilib har xil niklar qo'yib, rasmlar qo'yib, har xil postlar ochib, juda g'alati gaplar gapirib, hammani qo'rqitib qo'yapti. Hattoki oddiygina kanallarni ham. Nimaga deysizmi? Chunki bularda ikki bosqichli tekshiruv yo'qilmagan va u qandaydir hacker va u shunchaki qilib olgan. Instagramda ham Bangkokus 2 Wellness degan akkaunt bo'lganda, uni temasi yopilgandi, lekin endi esa yana ochildi. U Instagramda kafolat olib boradi, endi esa u YouTube'ga kirdi. Uning gapirayotgan gaplari odamni shunaqa qo'rqitadiki, u odammi yoki jinmi yoki bir boshqacha odammi degan savol tug'iladi. U hammaga rasmlarni so'rab, evaziga pul miqdorida taklif qilib, ulardan rasmlarni olmoqchi va o'shalarni nima desa bo'ladi, sehr jodu qilmoqchi. Ko'plarning aytishicha, Bangkok shu ekan. Bu bo'lami bilmadim-u, lekin bu haqida Taimitsu shu kanal, men ko'rayotgan kanallar shu temani olib chiqishyapti. Shu ikkita kanal, bu kanalni ham Bangkok olganini endi qaytarib olishdi. Endi esa ikki bosqichni o'qamiz. Google'ga kiramiz va Google hisobimizga kiramiz. U yerdan poyezga kirib, ikki bosqichli tekshiruv deb kiramiz va u yerdan ikki bosqichli shuni faollashtirish bosamiz. O'zingizni shaxsingiz tasdiqlaysiz. Undan keyin yoqib qo'yib, har xil narsa qilasizlar. Yoqasizlar, parol kiritasizlar, Google Gmail kiritasizlar. Shunda ikki bosqichli tekshiruv yoqadi va u sizga kanalingizga kira olmaydi. Shunday beg'ubor bolachani nima yomonligi tegdi deb o'ylaysiz? Uni nima aybi bor ediki shunchalik? Yaqinda tergovni ham qilishapti degan ma'lumot chiqyapti. Iltimos, ikki bosqichli tekshiruvni yoqib, o'zingizni asrang. To'g'rida bo'ling. Sizlar bilan Park Sohob, annyeonghaseyo.